Assalomu alaykum aziz obunachilar. Obunachilar, bugungi hovlimiz Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumani Bolta mahallasidan 5,5 sotixlik hovli sotuvga chiqdi. Bu joyimiz Yangi Toshkent hududiga o'tish arafasida turibdi. Uyimizning yoni keng dala. Joyimiz uglovoy joyda joylashgan. Ikki taraflama ko'chasi bor. 5,5 sotixlik, hujjatlari tayyor. Ko'chalarni ko'rsanglar bo'ladi. Kengina bu joyimiz open budjetdan yutib olingan joy. Xudo xolasa yaqinda asfalt tushadi bu yerga. 3 xonali tayyor yashashga uylar bilan turibdi. Kommunikatsiya xizmatlari hammasi mavjud. Ko'rsanglar bo'ladi, salqingina joy, juda ham keng fasadi. Bu yerga bemalol 2 ta yoki 3 taga bo'lib kottej xonadon qurib olsanglar bo'ladi. Joyimiz shaharga chiqib ketishga ham oson joyda turibdi. Bu joyimiz Rohat postiga taxminan bir 5-6 kilometr joyda joylashgan. Botlar hozir kundan kunga narxi oshyapti. Xudo xolasa Yangi Toshkent hududiga o'tsa, bu joylarning narxi bundan ham oshib ketadi. Botga hozir egalari har bir sotiga $15,000 dan narx qo'yishgan. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqib batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi.